Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Demak, bugungi tahlil darsimizni boshlaymiz. Testimizni tahlilini ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi savolimiz: bu yil kenguru tanlovi Rossiyada 12-marta bo'ladi. Demak, bu yil 12-marta bo'ladi. Ola hali yana bo'lmabdi Rossiyaga 12-si. Demak, bundan oldin nechta bo'lgan? 11 ta bo'lgan. 11 marta kenguru o'sha olimpiadada bo'lgan ekan. Necha yilda bu tanlov birinchi marta bo'lgan? Nechanchi yil bu tanlov birinchi marta bo'lgan? Men izoh tarjimada aytdim, 2005-yil deb olamiz. Hozirgi vaqtni 2005-yil deb olamiz o'g'il. Demak, 2005-yil bo'lsa hozir, hop, 11 marta bo'lgani uchun 11 ni aytamiz. Shunda 1994-yil birinchisi bo'lgan bo'ladi olimpiadada. Bejavobga berilgan. Ikkinchi savolimiz: 3 bolaning og'irligi 72 kilogramm. Masha va uning ikkita ukasi. Demak, Masha bilan ikkita ukasi bor ekan. A, B deb oldik. Og'irliklari teng ekan. Demak, ikkita ukasini og'irligiga Mashani og'irligi teng ekan. Ya'ni, ukalarni x deb qo'ysam, Mashani og'irligi o'quvchilar 2x ekan. Jami uchalasining og'irligi 72 kilogramm. Demak, 2x qo'shilgan x 72 bilan x topsam 4x teng 72 bilan x topish uchun 72 ni 4 ga bo'lamiz 18. Demak, har bitta ukasi 18 kilogramda, Masha o'zining og'irligi 36 kilogramm. Ulardan 2 hissaga ko'p. To'g'ri javobimiz Mashaning og'irligi 36 kilogramm. D javobi yo'q. Uchinchi savolimiz: 4 ga 4 kvadrat jadvalining har qanday ko'tagiga 8 kengurdan har biri sakraveradi. Vertikal va gorizontal holatda har qatorda ikkitadan kenguru bo'lish kerak. Buning uchun sakrash kerak bo'lgan kenguruni toping. Mana rasm berilgan bizga o'quvchilar. Har vertikalga ham gorizontalga ham umumiy ikkitadan bo'lish kerak ekan. Nechta kenguru sakrasa shunday bo'ladi. Ana bu kenguruni olib bitta o'rniga sakratsam, bu qatorga ham ikkita, bunga ham ikkita, har qatorga ikkitadan to'g'ri keladi. Demak, bitta kenguruni joyini siljisak bo'ladi. To'g'ri javobimiz D. To'rtinchi savolimiz: do'konda 4 ta bir xil quti olib kelindi. Demak, 4 ta quti olib kelindi. Bir xil ekan ular o'quvchilar. Hammasining shakli, hajmi bir xil ekan. Xo'p, birinchisiga apelsin, ikkinchisiga olma, apelsin, olma, xo'p, mandarin, oxiriga olcha. Qaysi qutida mevalarni soni ko'p? Demak, qaranglar, bu mantiqiy savol. Apelsin, olma, mandarin uchalasi ham bir xil shaklga ega bo'ladi. Taxminan ko'p o'xshagan bo'ladi. Kichkina ham bo'ladi uni. Olcha kichkina bo'ladi. Demak, qutilarning hammasi bir xil razmerda bo'lsa agar, bu uchalasi bir xil miqdorda ketishi mumkin, faqat olcha kichkinaligi uchun ko'proq ketadi. To'g'ri javobimiz qutida ko'pi olcha. Xo'p, bizga D javobi yo'q. 5-savolimiz: xo'p, kapalak daftarga yozilgan to'g'ri tenglikning ustiga qo'yildi. Bu qaysi sonning ustiga qo'yilgan? Demak, misolni yozamiz. 2005 ayrilgan 205 teng, xo'p, 1300 plus kapalak berilgan, kapalak berilgan x qo'yamiz. Ana birinchi ish ayiramiz. 2005 dan 205 ni ayiramiz. 1800 bo'ladi. Demak, 1800 tenglik 1300 qo'shilgan x. X topish uchun 1800 dan 1300 ni ayirishimiz kerak. To'g'ri javobimiz x teng 500. 5-savolimiz javobi C. 6-savol: sonlar qaysi bir quyidagi xususiyatga ega? U juft son, birinchi aytuvchi juft son, keyin uning barcha raqamlari har xil. Bir xil emas ekan raqamlari, xo'p, har xil ekan raqamlari. Keyingisi aytibdi, yuzliklar soni birliklar sonidan 2 barobar ko'p. Demak, yuzliklari birliklardan 2 barobar ko'p. Mana bu yerda bitta javob keladi. Birinchisi juft sonni oxiri 2 bilan tugayapti, juft son. Raqamlar 8, 4, 6, 2 bilan tuzilgan har xil. Keyingisi yuzlar xonasiga 4 bo'lmaydi. Birlar xonasiga 2 bo'l. 2 martaga farq bor. To'g'ri javob ana shu Y javobi berilgan. 7-si: xo'p, kvadrat 3 ta bo'lakka bo'lindi. Birinchi bo'lagimiz. Ana bu ikkinchi bo'lagimiz. Biz ana bu yerdagi 3-bo'lakka o'xshaymiz kerak. Shu bo'lakni shunday ko'chirib yo'lga qo'ysam, o'quvchilar hammaga shakl hosil bo'ladi. Bizga ana bu bo'lak qirqib yetmayapti, qirqib olingan qismi. Demak, bu B kalitiga berilgan. Shu ikkita bo'lakni birlashtirib, yuqorisidagi qismi yo'q. Shuning uchun ham B kalit to'g'ri bo'ladi.
8-chi savolimiz. Kenguru oromgohida Alisher kuniga 4 tadan masala yechadi. Alisher degan o'quvchi kuniga 4 tadan masala yechadi. Anvar esa 2 tadan yechadi. Demak, Alisher bir kunga 4 tadan, Anvar 2 tadan yechadi. Hammasi bo'lib Alisher 5 kunda yechdi. Alisher o'quvchilar 5 kun ketibdi vaqti butun masalalar yechishga. Kuniga 4 tadan 5 kunga qancha yetadi? Ishlaydi. Ko'paytiramiz 4 ta 5 ga jami 20 ta masala ishlaydi. Ana endi Anvar necha kunda yechib bo'ladi? Demak, 20 ta masala uning bor ekan. Kuniga nechta ishlatsa 2 tadan. 20 ni 2 ga bo'lamiz. 10 kunda butun masalalarni tugatar ekan. To'g'ri javobimiz A. 9-chi savolimiz. Xo'p, Nigora uyda otasi, onasi, akasi. Demak, Nigora bor ekan. Otasi, akasi, onasi. Xo'p, bitta it ekan, bitta it bor ekan. Ikkita mushuk. Ikkita mushuk bor ekan. Ikkita to'tiqush, 4 ta oltin baliq. Bu uyda yashovchilarning oyoqlari soni. Demak, 4 ta inson yashaydi. Har biriga 2 tadan oyoq bor. 4 ta 2 ga ko'paytiramiz. Jami 8 ta. Bitta it bor, itga 4 ta oyoq bor. Ikkita mushukka o'quvchilar har biriga 4 tadan bor. Demak, 8 ta oyoq bor. Undan keyin ikkita to'tiqush bor. Demak, ikkita to'tiqushga har biriga 2 tadan oyoq 4 ta. Jami 8 4 qo'shsak 12, 12 ga 8 20, 20 ga 4, 24 ta oyoq bor ekan. Hayvonlar va insonlar edi. To'g'ri javob B. 4 ta baliq bergan chaqirdi, baliqqa o'quvchilar oyoq bo'lmaydi. 10-chi savol. Xo'p, agar sonlardan biri 20 marta orttirilsa, ikkinchisi 10 marta kamaytirilsa, bitta misol bilan ko'rsam qarang. 5 ko'paygan, xo'p, 20 necha bo'ladi? 100 bo'ladi. Sonlardan biri 20 marta orttirilsa, 5 20 marta orttirilsa, o'quvchilar 100 bo'ladi. Ya'ni 5 ni 20 ga ko'paytiramiz, 100 chiqdi. İkincisi 10 barobar kamaytirilsa, ikkinchi soni 20 ni 10 barobar kamaytirilsa 20 2 bo'lib qoladi. Demak, keyingi javobim mana. Birinchi soni 20 marta orttirdi, ikkinchi sonini 10 marta kamaytirdi. Endi javob necha chiqadi? 200 chiqadi. Avval necha? 100 edi. Qanchaga o'zgardi? 2 marotaba ortaydi. To'g'ri javobimiz A. 11-chi savolimiz. Stolda konfet solingan quti bor. Ushbu konfetni yarmi sanjar oldi. Demak, sanjar yarmi oldi. Qutida qancha bo'lganini bilamizmi? Qutida bilmaymiz qancha bo'ldi. X deb olamiz. Yarmi sanjar oldi. Demak, x taqsim 2 bo'ladi. Xo'p, qolgan konfetlarning yarmi. Qancha konfet qoldi? Yana yarim qoldi. Buni yarmini yana xo'p, karim oldi. Demak, x taqsim 4 ni karim oldi. Buni sanjar bo'lgan. Yarmi birinchi. Keyin qolgan konfetlarning yarmi. Qolgan qancha qoldi o'quvchi? X taqsim 2 edi, yarmini x taqsim 4 ga oladi. X taqsim 2 dan x taqsim 4 ga aytsam, x taqsim 4 bo'ladi. Buni yana yarmi x taqsim 8 bo'ladi. Buni kim oldi to'g'risi bo'lib? Xo'p, Sevara oldi. Qutida 3 ta konfet qoldi. Va nihoyat 3 ta konfet qoldi. O'zi x taqsim 8 ni olgandan keyin qancha qoladi? X taqsim 8 qoladi. To'g'ri? Shu 3 ta konfetga to'g'ri kelishi kerak. Xo'p, ana endi agar bunaqa tenglamani tushunmasak, eng qulay varianti bu tenglamadan javob chiqadi. Tenglama qilsangiz, ana shu ko'rinishlarda bunaqaga tushunmasak javobdan ketsak ham bilamiz. Misol uchun 6 olsa, 6 ta konfet o'zi yarmi necha bo'ladi? 3 dan sanjar olsa, qolganini yarmini, 3 ni yarmini 1,5 ta konfetni olmaydi. O'zi 6 javob xato. 12 oladigan bo'lsam, B javob 12 deyman. 12 ni yarmini necha? 12 yarmi 6. Demak, sanjar 6 ta bo'lgan. Qolgan yarmi 6 ni yarmi 3. Xo'p, demak 3 tasini kamoga 3 nechta qoldi? 3 ta qoldi. Keyin 3 ni yarmini olib bo'lmaydi. Sevara olmaydi, 1,5 ta konfet bo'lmaydi. Endi xuddi shunday javoblardan ketagan bo'lsa, o'quvchilar 24 taga to'g'ri bo'ladi. 24 ta konfet desa, yarmini sanjar olsa nechtasini oladi? 12 tasini oladi. Nechta qoladi? 12 ta. 12 tani yarmini karam oldi. 6 ta karam oladi. Yana nechta qoladi? 6 ta qoladi. 6 tani yana yarmini Sevara oladi. Sevara 3 ta olgan bo'ladi. Ana, yana 3 ta qoladi. Qo'shib chiqamiz. 12 ga 6 18, 18 ni 20 bo'ladi. Ana 3 ta 6 ta bilan 24 to'g'ri bo'ladi. Demak,
To'g'ri javobimiz bu yerda 24 ta kamsiz bo'lishi kerak. D javobda bor ekan. 12-chi savolimiz. Mana bu yerda ham tenglama qilib x taqsim 8 qolgan konfetlari soni 3 edi. Shu yerdan x ga bo'lgan nechini qo'ysam 8 ga bo'lganda 3 chiqadi. Mana x teng 24. Bu yerda tenglama qilib ishlash yo'li. Xo'p, 12-chi savol. Demak, ko'lat bu yerda 3 burchaklar kvadratlarni P nuqta atrofida bir harakatda rasmda ko'rsatilgan aylantirdi. 17 ta harakatdan keyin 3 burchak qanday holatda bo'ladi? Ana bu yerda rasm bor o'quvchilar. Katta qilib ko'rsataman. 3 ta rasm bor. 3 ta rasm bo'yicha aylantirdi. Birinchi marta bu yerda bo'lgan, keyin yon tomonga o'tgan, keyin pastga o'tgan. Shuni burab ketdi bitta-bitta. 4 ta harakatdan keyin o'sha 5-harakatga qaytib birinchi rasmga to'g'ri keladi. Demak, har 4 marta aylanganda o'rniga keladi u 17 ni 4 ga bo'laman, 4.1 qoldi. Bu degani 4 marta to'liq aylantirib keldim va yana 1 marta aylantirdim. 1 marta aylantirganimdan keyin ana bunaqa holatga tushib qoladi. Demak, 1 marta aylantirganimizdan keyin to'liq aylantirganga mana bu yerga to'lib qolaydi. Yana 1 marta chaqirsa mana bu yerga to'g'ri keladi. Bu demak, rasmga qaysi berilgan desalar, javob beradi. 13-chi savol. Dasha 9 ta qog'oz bo'lagi bor. Ba'zi bo'laklarni u yana 3 ta bo'lakka bo'ldi. 9 ta bo'lagi bor ekan. Ba'zi bo'laklarni yana 3 ta bo'lakka bo'ldi. Umumiy 15 ta bo'ldi. Dasha nechta qog'ozni bo'laklarga bo'lgan? O'quvchilar qaranglar. Xo'p. Dashaga umumiy 9 ta qog'oz bor edi. Lekin ulardan ichidan yana nechtasini 3 bo'lakka bo'ldi. Misol uchun 3 ta qog'ozni oldi. 3 bo'lakka bo'lsa umumiy 9 ta bo'lak bo'ladimi? O'zi 9 tasi bor edi. 9 tadan 3 ta oldi. Nechta qoldi? 6 ta qoldi. Demak, mana bu 3 tasini olib 3 bo'lakka bo'ldi. 9 ta qog'ozcha hosil bo'ldi. Yana 6 ta bor. Umumiy 15 ta qog'ozcha hosil bo'ldi. Nechtasini bo'ldi desa, 3 ta qog'ozni 3 bo'lakdan bo'lib chiqqan. To'g'ri javobimiz C. 14-chi savol. Stolda raqamli 5 ta karta bor. Mana bu tartibda 5 ta kartani berdik. Demak, 5, 1, 4, 3, 2. Bir yurishda har qanday 2 ta raqamni o'rnini almashtirishga ruxsat bor. Ketma-ket yurish kerak ekan. 1, 2, 3, 4, 5 qilib shu kartalarni joylashtirish kerak ekan. Bir marta yurishga 2 ta kartani joyini almashtirish mumkin ekan. Biz qanday amalga oshiramiz? Birinchi o'quvchilar 1 bilan 5 joyini almashtiramiz. Ya'ni 1 berib o'tadi, 5 beradi. Bu birinchi yurishim. Qarang, e'tibor bering. Ikkinchi yurishimga 5 bilan ikkinchi joyini almashtiraman. Ya'ni 2 ana berib keldi, 5 berib keldi. Uchinchi yurishimga 3 bilan 4 joyini almashtiraman. 3 berib keldi, 4 berib keldi. Ana, ketma-ket 1, 2, 3, 4, 5 bo'lsa bo'ldi. Nechta yurdim? 3 ta yurish qildim. Videoni to'xtatib, bitta-bitta sekinlashtirib ko'rsalaringiz bo'ladi. 14-chi savolimga demak 3 ta yurish qildim, B javobga berilgan. 15-chi savolimiz. Ixtiyor Po'latov bolalar uchun sovg'alarda 50 tilla to'ygan sarflashga qaror qildi. Uning sandiqda 5 ta quti bor. Bitta sandiq bor ekan, katta. Buning ichiga 5 ta quti bor ekan. Ana shu ko'rinishda 5 ta quti bor. Har bir qutida yana 3 ta kichik qutichalar bor. Buning ichiga yana 3 tadan bor ekan. Ko'rasizmi? Har bittasining ichiga ana shu tartibda ketgan. Bularga ham 3 ta bor. Ana endi har bir qutichada yana 3 ta qutichalar bor. Kichik qutilarning har birida 10 tillodan bor. Kichkina ichkaridagisiga har biriga 10 tillodan bor ekan. Bularga hammasiga ichkaridagi kichkina qutichalarning ichiga 10 tillodan bor ekan. Bu sandiq va qutilarning hammasi qulflangan. Po'latov 50 tillo tanga olish kerak. O'quvchilar 50 ta tillo olish kerak ekan. Nechta quti va quticha olish kerak? Sanab chiqamiz. Birinchi ichkarida qutini ochadimi? Uning ichiga kelgan 3 ta quticha chiqadi. 3 ta quticha ochgandan keyin jami nechta tillo bo'ladi? 30 tillo bo'ladi. Shu yerda o'zi nechta qutini ochdi? 4 ta qutini ochdi. Bitta katta, 3 ta ichkaridagi ochdi. Yana mana yana bitta kattani ochadi. Plus nechta tillo kerak bizga? 50 tillo bo'lishi uchun 20 tillo kerak. Ya'ni ikkitasini ochadi. Ana shu holatda umumiy 7 tani ochdi. O'quvchilar, to'g'rimi? Qarang.
bitta kattani olishdik, 3 ta kichkinani, jami 4 ta bo'ldi. Bu yoqdan endi bitta kattani olishdim, 2 ta kichkinani olishdim. Sababi bizga elektr kerak. Mana bu yerdan 30 olamiz, bu yerdan 20. Bular kerak emas. Ochmayman buni. Ana endi jami 2 ta bo'ldi. Ana shunda ko'pchilik xato qiladi, 7 javob olib ketadi. Sababi shartiga berilgan aviadan katta quti ham bor o'quvchilar. Bu katta qutiga ham qulf qo'yilgan shart bo'yicha. Mana bu qulfni ham ochishim kerak. Shuning uchun 7 ga plus 1 8 ta qulfni ochsam agar umumiy 50 tillarni olib olamiz. 15 ta to'g'ri javob D. 16 savol. Ana shu yerdan o'sha xonasonlarga xato qilmaslik kerak. Katta qutiga ham qulf bor. 6 ta o'rta rasmga to'g'ri turchaga yasalgan. Ana bunday 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tadan ana bitta to'g'ri turchaga yasalgan. Xuddi shunday 14 ta bo'lib cho'kda nechta to'g'ri turchaga yasash mumkin. Bu yerda chalg'ituvchi savol 14 ta cho'k bo'lsa qanday yasaymiz? Qarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mana bunaqa qilib yasadim. To'g'ri turchak. Farqi yo'q, ketma-ket yasadim. Mana birinchisi, ikkinchisi, uchinchisi. 3 ta to'g'ri turchak yasadim. Shunga jami 14 ta cho'k ketdi. Sanab chiqam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ta cho'k ketdi. Jami 3 ta to'g'ri turchak yasadim. To'g'ri javob 16 ga C ekan. 17 savolimiz. Hovlida 2 ta mushuk, 2 ta it yashaydi. 2 ta mushuk bor ekan. 2 mushuk va 2 it. Ya'ni kuchuk. Xo'p. Mushukcha mosh har ikkala itdan ham qo'rqadi. Mosh degan mushukcha bor ekan. Ikkala itdan ham qo'rqaygan bu. Xo'p. Ato'shib qo'ydim. Xursand bo'lib qo'ydik. Mana bizga qo'rqadi degan ma'noda bo'ladi. Xo'p, demak, mosh ikkalasidan ham qo'rqadi. Ana endi davom qilamiz. Baloqo'y esa sharikdan qo'rqib, babik bilan do'st. Baloqo'y degan mushukcha bor ekan. Sharik degan itdan qo'rqagan, lekin ikkinchisi bilan do'st ekan. Quyidagilarning qaysi birini to'g'ri? O'quvchilar to'g'ridan to'g'ri javob beradilar. Qarang, D javob. 2 mushuk ham qo'rqmaydigan it bo'ldi. 2 ta mushuk ham qo'rqmaydigan it bo'ldi. Gapini xato gapirdi. Nimagaki? Mosh tepadagi bitta itdan qo'rqadi. Baloqo'y ham ikkinchi itdan qo'rqadi. 2 ta mushuk ham bittadan itdan qo'rqadi. Bu yerda aytibdi, 2 ta mushuk ham qo'rqmaydigan. Yo'q, xato gapirdi. Ikkala mushuk ham 2 ta itdan ham qo'rqadi. Shuning uchun D javobiga xato fikr berilgan. Ajab nima bo'ldi? Har bir mushuk qaysidir itdan qo'rqadi. To'g'ri aytibdi. Ikkalasi ham bittadan itdan qo'rqadi. B esa aytibdi, itlarning biridan qo'rqmaydigan mushuk bor. Itlarning biridan qo'rqmaydigan mushuk bor. To'g'ri aytibdi. Nimagaki? Ana bu yerda aytgan baloqo'y sharikdan qo'rqib babik bilan do'st. Babik bilan do'st degani demak babikdan qo'rqmaydi. Shuning uchun ham to'g'ri javobimiz D bo'ladi. Xo'p, 18-chi savolimiz. O'yinda tasvirlangan qurilmalardan kubiklarni qaysi birini yasash mumkin? Ana bu yerda qurilma berilgan. Qarang bu yerda 2 ta qora kichkina bor, bitta katta bor. 4 ta oq bor, 2 ta kichkina kubikcha bor. Men to'g'ri javobni E deb qabul qildim. Endi chizma berilgan, chizolmayman mana shu yerda. 3D formatda berilgan. Hop, mana buni chizamiz, mayli. Ana buni chizamiz. Qolganlari oq deb qaraymiz. O'quvchilar, sababi aniqlangan. Bu 2 ta kichkina qora bor, mana bu orqasiga katta qora tushib qoladi-da uni. Kubida bu orqasida. Demak, mana bu yerda bitta oq, bu yerda bitta oq, orqada bitta oq, pastda bitta oq. 4 ta devori oqdan iborat, orqa tomonda 2 ta kichkina oqcha bor. Shuni hisobga olib, bu yerda bitta mana chizma chizib qo'yiladi. Bunda mana qora bironta yo'q bu yerda. Tushunarmi? Bu yerda qora ko'payib ketgan, orqaga oq tushib qoladi. Keyin kichkina 3 ta oqcha qo'ygan. Bizga kichkina 2 ta bor. Bunisiga 2 ta bor, bitta oq bor. Lekin yana bizga 3 ta oq bor. Bu yerda 2 tomonni qora qilib berilgan. Shuning uchun ham to'g'ri javob E ga to'g'ri keladi. Keyingi savolimiz. Xo'p, 19-chi savol. 2 ta qizaloq 3 ta bolaga birgalikda o'yin o'qitamiz qaynog'i. Demak, 2x plus 3y jami 16 ta. Bu yerda x qizlar, y yigitlar. Mana 2 ta qiz bor, birinchi
3 ta yigit. Jami 16 edi. Har bir o'g'il bola har bir qizga nisbatan 2 barobar ko'paydi. Demak, har bir yigit qizdan 2 barobar ko'p. Demak, qizlar x esa bitta yigit 2x edi. 2 barobar ko'p. Xo'p, yaxshi. Demak, y ni o'rniga nima qo'yishimiz kerak ekan? 2x ni qo'yishimiz kerak ekan. Shunda nima bo'ladi? 2x qo'shilgan 3 ko'paygan 2x tengdir 10. Nimaga 2 ga ko'paytiryapman? Sababi har bir yigit qizlardan 2 barobar ko'p yeydi degan uchun. Ana 2 ko'paygan x plus 6x tengdir 10. Bu yerda 8x tengdir 10. 8 nechaga ko'paytirsa nima bo'ladi? Demak, 2 ga ko'paytirsa nima bo'ladi? Hop, ana endi har biri 2 dan yeganiga to'g'ri keladi. Davom etamiz. Bu tariqa 3 ta qiz 2 ta o'g'il. Demak, 3x plus 2y. 3 ta qiz qancha edi? 3 kare 2 edi plus 2 ko'paygan yigitlar har biri 2 barobar ko'p yeganini hisob beruvchilar 4 edi. 2 ga ko'paytiradi. Sababi 2 ga ko'p 2 marta ko'p edi degan uchun. 6 plus 8 14. Jami 3 ta qiz 2 ta yigit 14 kilogramm barojda yeydi. Hop, to'g'ri javobimiz C. 20-savol. To'g'ri burchak atrofida uzunligi bo'ylab bir xil kenglikda yo'l bo'lgan yo'lning tashqi chegarasi ichki chegarasidan farq qiladi. Ana bunaqa to'g'ri burchakni berilgan bir xil nuqtadan mana shu qirqib olingan ekan. Bu yoq qora qilingan rasmga sizlarga o'rtasi oq shaklda turibdi. Bizga ana bu kengligini topish kerak ekan. So'roq qo'yib qo'ying. Kengligi qancha tashlaydi? Hamma joyi bir xil. Xo'p, bizga aytibdi 20-savolga ana bu yerda chegara bu, tashqi chegarani qo'yib qo'yishadi. Buni A, B deb bo'lsa, pastda ham A, bu yerda ham B. Ichki chegara bu, ichki chegara mana shu burchakning ichi. Demak, x u y, pastda ham x y. Ana shu tashqi chegara ichki chegaradan 8 ga katta bo'ladi. Tushunarmi? 8 ga katta bo'ladi. Buni formulasi bor. Perimetrning formulasi bor. 2 ko'paygan A plus B. Ya'ni A plus B tomonni 2 ga ko'paytirsam, hop perimetr chiqadi. Xuddi shunday ichkaridagi tomonniki ham bu 2 ko'paygan x plus b. O'quvchilar, ana bu 8 ga katta deyapti. Shuni o'rniga 8 ni qo'yadigan bo'lsam nima bo'ladi? A plus b 4 ga katta bo'ladi. Ya'ni A bilan B yig'indisi ichkaridan 4 ga katta bo'ladi. Bu degani har bitta tomon 2 ta, 3 ta, 4 ta tomon bo'lmaydi o'quvchilar. Shu 4 qayerdan kelyapti? Ana bularni ortiqchasini uzunligini yig'indisini hisobga ko'rib chiqyapti. Demak, bizga 4 ta qatlamlar bor. Shuning uchun ham 4 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsam 1 metrga to'g'ri keladi. Demak, bu tomon 1 metr bo'lsa, bu tomon ham 1 metr, 1 metr, 1 metr. Bir xil bo'lsa, ana shu 4 ta 1 ni yig'indisi ana bu ortiqchasi bilan barobar bo'ladi. Umumiy holatda demak, kengligi 1 metrga to'g'ri keladi. 1 metr degan B javobga bo'ladi. Shu bilan 20 ta testimiz tahlili xo'p tugadi. Yana savollaringiz bo'lsa, so'rasalaringiz bo'ladi. Xo'p, kim nechta ishlaganini kommentariyaga yozib